bizga berilgan imkoniyat va albatta bizga yuklatilgan mas'uliyat. Mustaqillik biz yoshlar uchun nafaqat bilim, balki vatan tuyg'usi, erkin fikr, to'g'ri maqsadlar va orzular qanotida parvoz etish imkoniyatidir. Mustaqillik bu xalqimizning asrlar davomida orzu qilgan eng buyuk ne'mati. U bizga erkin fikrlash, o'z yo'limizni tanlash, kelajagimizni o'z qo'limiz bilan bunyod etish imkonini berdi. Yurtimiz taraqqiyoti, kelajak avlod baxti barchasi mustaqillik tufayli. Bizning vazifamiz bu bebaho boylikni qadrlash, uni yanada mustahkamlash va yoshlarga mas'uliyatni singdirishdir. Bugungi mehnatimiz ertangi kunimizni belgilaydi. Mustaqillikni asrash bu nafaqat tarix oldidagi, balki kelajak oldidagi javobgarligimizdir. Yurtimizni obod qilish, yoshlarga keng ufqlar yaratish, ma'naviy qadriyatlarimizni asrab qolish bizning sharafli burchimizdir. Mustaqillik bu erkinlik, bu imkoniyat, bu kelajagimiz sari dadil qadam. U bizdan faqatgina faxrlanishni emas, balki fidokorona mehnat qilishni ham talab qiladi. Har birimiz vatanimiz ravnaqi uchun mas'ulmiz.